Barakaning siri. Ibrohim ibn Adhamni huzuriga bir kimsa kelib bahslashibdi. U baraka degan narsa mavjud emas debdi. Ibrohim ibn Adham javob beribdilar: sen itlar va qo'ylarni ko'rganmisan? Ha. Ularning qaysi birining bolalari ko'p bo'ladi? Qaysi biri ko'proq tug'adi? Itlar 7 ta yoki 8 ta, qo'ylar esa 3 tagacha bolalaydi. Atrofingga nazar solgin, qaysi biri ko'proq? Menimcha, qo'ylar ko'p bo'lsa kerak. Axir qo'ylarni go'shti uchun ko'plab so'yiladi-ku. Ularning soni kamayib ketishi kerak emasmi? Ha, mana shuni baraka deyishadi. Nima uchun bunday bo'ladi? Nimaga qo'ylarda baraka bor, itlarda esa yo'q? Ibrohim ibn Adham: chunki qo'ylar tunning avvalgi qismida uxlab, tong otguniga qadar uyg'onadilar va Allohning rahmati yog'iladigan vaqtda bedor bo'lganlari uchun ularga baraka tushadi. Itlar esa tuni bilan vovullab yuradi, u yoqdan bu yoqqa yuguradi, tong otar vaqtida esa uyquga yotadi. Rahmat yog'iladigan vaqtni g'aflatda o'tkazgani bois ularga baraka tushmaydi deb javob beribdilar. Xulosa esa o'zimizdan azizlar.